Xitoy ishg'olchi hukumati yaqinqi yillardan buyon har xil bahona sabablar bilan Sharqi Turkiston xalqiga sistemli holda irqiy qirg'inchilik olib berayotgan bo'lib, yaqinda o'tkazilgan alohida yig'inda Xitoy markaziy hukumatining ko'rsatmasini ijro qilish, atalmish terrorlik, bo'lginchilik va diniy radikallikqa zarba berish ta'kidlangan. Xitoyning tashviqot quroli bo'lgan Tangritog' to'rining xabar qilishicha, Sharqi Turkistondagi atalmish Shinjon xalq hukumati bexatarlik ishxonasi yaqinda birlashmasini yig'ini chaqirib, har qaysi joylarda 100 kunlik tozalash harakati safarbarligi e'lon qilgan. Erkin Osiyo radiosi ep borgan aniqlashlarda har qaysi joylarda tutqun qilish harakatlarining davomlashayotganligi o'ttirg'a chiqqan. Amerika Avam palatasining Xitoy strategiyalik raqobat alohida komiteti 13-iyul Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini istixborot orqali tahqiqlash qonun loyihasi ma'qulladi. Komitetdagi har ikki partiya a'zolarining qo'llashiga erishgan mazkur qonun loyihasi bu yil 5-oyda Demokratik Avam palata a'zosi Rechi Torres tomonidan sunilgan. Qonun loyihasi Amerika Markaziy istixborot idorasidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid uchurlarni to'plash va har yili davlat majlisiga doklad berishi talab qilingan edi. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini istixborot orqali tahqiqlash qonun loyihasi Amerikaning 2024-yillik istixborot xomchoti qonuniga kirgizilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasini baholab, bu strategiyaning dunyodagi qutblashishni oshirib, sun'iy xatar paydo qiladiganligini aytdi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock o'zlarining Xitoy bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini, ammo xatarni azaytishni xohlaydiganligini bayon qildi. Xitoyning Xonan o'lkasidagi bir yasida yuz bergan vahshiylik yangidan qiziq nuqtaga aylandi. Ma'lum bo'lishicha, 39 yoshli Wang Yun ismli bir ayol o'qituvchi boshqa bir o'qituvchi bilan gap talashib qolgan va orqadan 25 bolaning tomoqiga zahar sepetgan. Zaharlangan bolalardan biri o'lib ketgan. Xabar qilinishicha, bu o'qituvchiga o'lim jazosi berib ijro qilingan. Egilishicha, bu o'qituvchining 2017-yili yo'ldishini zaharlab o'ldirganligi ma'lum bo'lgan. Amerika amaldorlarining aytishicha, davlat qo'llagan Xitoy xakerlari oldin qayda davlat ishlari kotibi Antony Blinkenning Beijing qilgan safardan ilgari Xitoy bilan savdo qilayotgan bir qancha organdagi amaldorlarning elektronlik xat sanduqiga singib kirib, Microsoftning bulutni asos qilgan bexatarlikka xiloflik qilgan. Aloqador tarmoqlarning aytishicha, sazgir va qaratmalikqa bo'lgan jasuslik faoliyatini davlat ishlari mahkamasi 6-oyning o'ttirlarida bayqagan. Ayni vaqtda Amerika organlarining elektronlik xatlari ziyorat qilingan. Doiralar buzilgan sistemalarning va o'g'irlangan sonliq ma'lumotlarning hech qaysining maxfiy emasligini eskartdi. Turkmeniston nufusining 7,57,841 ga yetganligi e'lon qilindi. Turkmeniston davlat statistika komitetining boshlig'i Davlatgildi Aman Muhammadov mundaq dedi: "Davlatimizning nufusi 7,57,841 ga yetdi. Bu nufusning 41,1% shaharda, 52,9% yezilarda yashaydi."